Yaqında tarqalgan axborot xabarlarga qaraganda, Qur'on ko'ydirish orqali musulmonlarning g'azabini qo'zg'agan mal'un Rasmus Paul ulug' Ramazon oyining 1-kuni Angliyada Qur'on ko'ydirmoqchi bo'lgan. Din dushmanlari so'z erkinligining botil qarashlarini qo'ygan asosda fikriy va g'oyaviy janglarga cho'nqur e'tibor bermoqda va kishilik erkinlik plakatlari ostida musulmonlar qadriyatlariga haqorat qilish, hujum qilish hozir oddiy ahvolga aylanmoqda. Ang yirginish yer shuki, o'xshash jinsliklarni haqorat qilish g'arb davlatlarida jinoiy javobgarlikni surishti qilindi. Lekin Allohning dini va rasulni haqorat qilish bo'lsa, fikriy erkinlikdir. Uçqaşqarı saqchi kuchlarning himoya qilishi va tartiblanishi ostida butkul dunyoning ko'z oldida yuz berayotgan bu jinoyat islomga ochiqcha e'lon qilishdir. Musulmonlarga nima qila oladi deganligining shartidir. Tig'i yaqinda Shvetsiya hukumatining qo'g'dishi ostida Qur'on ko'ydirgan jinoyatga Shvetsiya hukumati tashqi ishlar vaziri Qur'on ko'ydirilishiga Qur'onni ko'ydirish so'z erkinligi deb javob bergan edi. Bu g'arb liberal qimmat qarashlarining ikkiyuzlimchi qarashlarga asoslanganligini yana bir qitim isbotlab qo'ydi. Atalmish Isroilning Shvetsiyadagi bosh elchisi Zvinu Kolman Twitter hisobida tarqatgan bayonida bosh elchilikning Shvetsiya tarmoqi oldidagi faoliyati va yerlik Yahudi jamoat a'zolarining birlikda ilib borgan faoliyati orqasidan oshqunlik va xato ishlarni tashkil etuvchi kishilarning bir Tavrat kitobini ko'ydirishni planlagan faoliyat o'tkazish talabini rad qilganligidan mamnun bo'ldik deyish orqali Shvetsiya hukumatiga rahmatini bildirdi. Shvetsiya Tavratning ko'ydirilishiga ruxsat bermadi. Yahudiylarning beshi bor, dunyoni boshqarmoqda. Tavratni ko'ydirgizmaydi. Xristianlarning beshi bor, dunyoda yildiz tartgan. Injilni ko'ydirgizmaydi. Musulmonlarning bo'lsa beshi yo'q va ular parchalangan. Va Qur'onmi ko'ydirilmoqda.